Biz ajralish mavzusini muhokama qildik va oilalar qulab tushmoqda, chunki ayollar juda ko'p erkinlikka ega, ular juda o'zi ta'minlaydilar degan fikr bildirishdi va men bu bayonotdan xafa bo'ldim. +998 889 977 333 bizning WhatsApp raqamlarimiz aziz do'stlar. Shuningdek unutmang, bizda Alkitab Media internet saytimiz ham mavjud. Va bugungi bizning dasturimizning mavzusi ajralishda sen aybdorsan deb ataladi. Albatta aziz do'stlar, qisman bunday olib qaraganda bugun biz sizlar bilan ajralish to'g'risida suhbatlashamiz. Umuman olib qaraganda kimning aybi bu ajrashuvda? Agar men o'zimning ichki dunyomdagi hislarim bilan bo'lishadigan bo'lsak, aziz do'stlar, umuman olib qaraganda ajralish to'g'risidagi 17 yildan so'ng bo'lgan nikohimdan keyin kelganimni aytib beradigan bo'lsam, bu juda qiziq. Nimaga desangiz, hozirga dor bu savol qiynab kelmoqda. Nima uchun men mana shu yil o'tib turib ajralishga ariza tashlaganimni hozirga dor o'ylanib kelmoqdaman. Bilasizmi aziz do'stlar, bu yerda ajralish to'g'risida albatta bu kimnidir aybidir. Chunki ko'pchilik shunday deb o'ylaydi. Men doim aytardimki, men doimo yolg'izman, u menga aytardiki, turmush o'rtog'im, men doimo men hamma narsani qilar edim, qo'limdan kelgancha deb. Va ikkalamiz ham aziz do'stlar, aytaylikki, ikkalamiz ham bir-birimizni ayblab qilardik va ikkalamiz ham o'ylardikki, biz haqmiz deb. Lekin agar rostakamiga olib qaraydigan bo'lsak, aziz do'stlar, bu balkim shundaydir, lekin bu oddiy bo'lgani bilan balkim ajralishlar unchalik ham ko'p bo'lmasdi. Albatta bugun men sizlar bilan bir yoqimsiz narsani aytib o'tmoqchiman. Bu yerda aytmoqchimanki, o'zingizni turmush o'rtog'ini ayblash emas yoki bir o'zimni himoya qilish emas aziz do'stlar. Qanday qilib umuman olib qaraganda men bunday yechimga keldim. Nima uchun meni turtki qildiki shuncha yildan so'ng ajralishga, shunday qaror chiqarishga? U rozi bo'ladi. Meni odamlar tanqid qilmaydimi? Men iymonli inson bo'lib turib, bilasizmi, menda juda ham ko'p savollar bo'lgan. Men to'g'ri qaror qildimmi, Tangrim? Qanday to'g'ri yechim qilsam ekan deb. Iso Masih meni oldimda, men bilan bo'lganda u qanday menga maslahat berardi degan mana shunday savollar o'tdi. Har kuni o'tib kelmoqda aziz do'stlar. Men har kuni ibodatda Tangridan so'raymanki, Tangri, menga yordam bergin. Menga qandaydir bir ko'rsatchi, men qayerda xato qildim ekan deb. Bilasizmi, xayolimda, boshimda juda ham ko'plab fikrlar, xayollar o'tdi. Va qo'rquv ham bor aziz do'stlar. Va eng qiyini shuki, men o'zimni o'zim yeyishni boshladim. Bilasizmi, agar bunday olib qaraydigan bo'lsak, meni qarashim bo'yicha shunday bo'ladi. Men harakat qildim, men sabr qildim, men kutdim, o'zgaradi deb. Men kutdimki, u so'raydi, u biladi. Axir bilasizmi, ayol kishi o'ta emotsiya bilan yashaydi. Chunki sevgi bu albatta e'tibordir, so'zlardir, emotsional yaqinlikdir. Agar u yo'q bo'lsa, albatta nima bo'ladi? Xayolda shunday fikr o'tadiki, u meni boshqa sevmaydi. Agar bunday bo'lmasa-chi? Ha, bu balkim unday emasdir, lekin u aslida esa sevadi. Lekin aziz do'stlar, haqiqiy va chinakamiga savol, ayollar bu savolni o'ziga kam beradi. A sen unga gapirdingmi? Unga aytdingmi? Yo'q, unga sen aytaylikki sirli narsa, aytaylikki sirli gaplar bilan emas, xafagarchilik emas, indamay turishda emas. Yoki sen kutdingmi? Ha, bu o'zi biladi, o'zi gapiradi, o'zi sezadi deb, o'zi tushunadi deb. Endi esa aziz do'stlar, erimning ko'z qarashi bu narsaga. Meni turmush o'rtog'im o'ylaydiki, sevgi bu mas'uliyatdir. Bu degani ish, pul va umidlikdir. U aytadiki, u o'ylaydi,
men doimo ravishda uning yonidaman, men xiyonat qilmadim, men bor narsa bilan qam ko'rsa qildim deydi. Men esa aytdim unga, men esa sensiz. Men aytdim, bilasanmi, men unga aytdimki, menga sensiz yomon desam, u tushunmayapti. Nima uchun? Chunki unga bu narsalarni o'rgatmagan, aziz do'stlar. Unga o'rgatmaganki, o'zingni his-tuyg'ularing bilan bo'lishgin deb aytadi. Hech qachon unga shunday o'rgatmaganki, ayolni tushunishing kerak. U ayol senga nima yozgan bo'lsa, demak sen bilishing kerak. Bu yerda aytmoqchimanki, hech bir erkak kishi o'zining ayoli bilan qiziqdimikin? U nima yeydi, nimani xush ko'radi? Ishonmaysizlar, aziz do'stlar. Turmush o'rtog'imni hozirgador bilmaydiki, qaysi gullarni yaxshi ko'raman, qaysi ranglar menga yoqadi. Ha, aziz do'stlar, mana shunday ham bo'ladi. Lekin eng achinarlisi ajrashuvda bu, albatta aziz do'stlar, xiyonat ham emas, mening illyuziyamdir. Demak, mening xayolimda, mening miyamda meni turmush o'rtog'im meni eshitish kerak edi. U meni tinglash kerak edi. U menga e'tiborli bo'lish kerak edi. Ko'rdingizmi? Bu yerda u qilish kerak degan mendan emas, aziz do'stlar. U o'zgarishi kerak edi. U bilishi kerak edi deb aytamiz. Lekin ko'pincha ajrashuvlar bu yerda esa aytaylikki, yaxshi va yomonning o'rtasida emas, aziz do'stlar, bu ikki insonning tarixidir. Ular birga bo'lishni o'rganmagandir. Bittasi gapirishni bilmagan, ikkinchisi esa eshitishni bilmagan va ikkalasi ham ishonadiki, biz harakat qildik deb. Agar hozirgida siz ajrashgan bo'lsangiz yoki mana shunga kelib qolgan bo'lsangiz, o'zingizga nomukammal savolni berib ko'ring. Mening mas'uliyatim nimada? Aybda emas. Aynan mas'uliyat nimada? Qayerda sen indamading? Qayerda sen ishga ketding? Qayerda sen kutding gapirishning o'rniga? Chunki ikkalamiz ham bir-birimizni ayblashdan o'tmaymiz. Biz hech narsani tushunmaymiz va bu ssenariy kundan kun davom etadi. Kundan kun aylanaveradi, aziz do'stlar. Bilasizmi, ajrashuv bu sevgining yakuni emas. Balkim bu illyuziyaning yakunidir. Illyuziya u boshqa inson aytaylikki, bu yolg'izlikni, bu bo'shlikni yopib qo'yadi. Lekin bugun biz sizlar bilan gunohkor, aybdorlarni izlamadik. Biz haqiqatni izlab ko'rdik. Balkim siz uchun bugun eng muhim savollardan eshitiladi. Kim ajrashuvda aybdor? Xo'sh, men o'zim haqida nima tushundim degan savolni berishingiz kerak. Agar aynan bugungi podkastimizdan so'ng siz gaplashishni, suhbat qilishni xohlasangiz indamasdan, demak siz o'zingizda noqulay savoldan bejiz boshlamadingiz. Ha, hayotda har xil vaziyatlar bo'lishi mumkin. Lekin muqaddas kitob bizga umidni beradi. Bilasizmi? Balkim kimdir bu javobni kutayotgandir. Kim aybdorligini, kim xato qilgan emas, kim esa albatta rahim shafqat qilishdan deb aytadi. Agar mana shu suhbat davomida, aziz do'stlar, sizda yuragingiz qandaydir, yuragingizda mana shu podkastga o'zingiz ha, bu men to'g'rimda degan bo'lsangiz, agar balkim siz o'zingizning tarixingiz bilan bo'lishgingiz kelgan bo'lsa, albatta aziz do'stlar, siz yolg'iz qolishingiz majbur emassiz. Chunki muqaddas kitobda yozganki, bir-biringizning yukingizni ko'taring deb. Siz bizga yozishingiz mumkin yoki hattoki cholsangiz ham bo'ladi. Bizning WhatsApp raqamimizni bilasiz. Shuningdek, aziz do'stlar, unutmang, bizda Alkitab Media internet saytimiz ham ishlab kelmoqda. Ha, aziz do'stlar, siz yolg'iz emassiz, shuni unutmang. Albatta, ajralish bu yakun emas, lekin noqulay savoldan hozir boshlaganingiz ma'qulmikin? Nima deysiz? Biz esa mana shunday asnoda yakunlab qolamiz.